Dersimizi davamlaştırmaz, hürmetli vatandaşım. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mudofaa ministri harbiy parxod va harbiy aeroplanlarni Janubiy dengizga chorlash elib bordi. Evatimiz Janubiy dengizga chorlash elib bordi dedi. Jungo harbiy taraf so'z iboralar bilan hujum qildi mavzuli xabar 5-oyning 29-kuni Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. O'tgan 7 oy ichida Amerikaning harbiy parxodlari 3 qatim Jungoning Janubiy dengizdagi Orol havo tashrig'iga yaqinlashib, harakat qilib, erkin qatnash bilan Jungoning tashabbusiga xaris e'lon qildi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mudofaa ministri Ashton Carter 1 yil ichida 2 qatim muxbir elib Amerikaning Janubiy dengizdagi matkisiga chiqib, hayvi bilan Jungoga besim ishlatdi. Yaqindan beri Amerika taraf Janubiy dengizga ilg'or harbiy aeroplan va harbiy parxod avatib chorlash elib bordiganligini ko'rsatdi. Bunun qarta Jungo harbiy taraf javob qaytarib, qo'rqmaymiz deb ko'rsatdi. Universal matbuotlar xabar qilib 5-oyning 30-kuni mundaq ko'rsatdi. İsmini oshkorlashni xohlamagan Jungo harbiy tarafning bir nafar amaldori Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa ministri Ashton Carterning yaqinda Jungo to'g'risida so'zlagan so'zlaridan norozi bo'lib, Carter apandining lavzidagi xalqaro prinsip va xalqaro jamiyat e'tirof qilgan prinsiplarmi? Biz buni tushunmaymiz deb ko'rsatdi. Tushunib turib tushunmaymiz deyapti vatandoshim. Ismi noma'lum Jungoning harbiy amaldori yana mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Mudofaa ministri Carter Jungo burayında asli ko'rilib boqmagan kengaymichilik harakatini yo'lga qo'ydi. Amerika tirishchanlik ko'rsatib, qurib chiqqan va amal qilib kelayotgan xalqaro tartibni buzibdi deb Jungoni tanqid qildi. 5 burchaklik binoning bu xo'jayini bir hafta ichida 2 qatim Jungoning Janubiy dengiz siyosatini tanqid qildi. Jungoning ismi noma'lum harbiy amaldori yana mundaq ko'rsatdi. Amerikaning Janubiy dengizda qolganlari atganlari erkinlik ilohining rangini o'zgartib, ya'ni erkinlik bayrog'ini ko'tarib olib, boshqalarning erkinligiga tajovuz qiladigan to'ptizam birak siyosatidir. Deydi ismini oshkorlashni xohlamagan Jungoning harbiy amaldori. Ayni chog'da Chavshan urushida Amerikadan qo'rqmagan edik. Bugun texmi qo'rqmaymiz deb ko'rsatdi ismi noma'lum Jungoning harbiy amaldori. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa ministri Ashton Carterning rag'batlantirish xarakterli nutqlari va so'z iboralarining to'rtkisi ostida Amerikada jamoat fikri sohasi Washingtonning Janubiy dengizda Beijing bilan rostilla elishadiganligiga ishonishga boshladi. Jungoning davlat bo'sog'isida dengiz sohasi yer shari bo'yicha qo'l ko'ydiradigan geopolitikalik qiziq nuqta deb tasvirlanishi jiddiylashgan Amerika-Jungo munosabatining siyosat girvaklarida siyosiy elishishning maydoni bo'lib qoldi. Bu abzasni yana bir takrorlay vatandoshim diqqat qiling. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa ministri Ashton Carterning rag'batlantirish xarakterli nutqlari va so'z iboralarining to'rtkisi ostida Amerikada jamoat fikri sohasi Washingtonning Janubiy dengizda Beijing bilan rostilla elishadiganligi ishonishga boshladi. Jungoning davlat bo'sog'isida dengiz sohasi yer shari bo'yicha qo'l ko'ydiradigan geopolitikalik qiziq nuqta deb tasvirlanishi jiddiylashgan Amerika-Jungo munosabatining siyosat girvaklarida siyosiy elishishning maydoni bo'lib qoldi.